Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana men sizlarga hozir ikkita telefonni bir-biriga bog'lab ko'rsataman. Shu narsani juda ko'pchilik so'ravardi mendan. Men haqiqatan real holatda ko'rsataman, lekin buni iloji boricha tavsiya qilmayman, chunki ko'pchilik e, bu orqali birovni ma'lumotlarini o'qib, ko'rib, o'rganib olishi mumkin. Biz faqat buni shu bolalar xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatamiz iloji boricha. Mana buning uchun Play Market degan dasturimizga kiramiz. Hop, mana bu joyga yozamiz. Hop, Play Marketga Android Parental Control app deb yozamiz. Mana kirdik. O'rnatishni bosamiz. Shuni o'rnatadi. Mana o'rnatib oldik. Endi buni ichiga ochishni bosamiz. Mana ochishni bossak, demak, bu telefon o'zimizda kuzatib turadigan telefon, ota-ona uchun. Bu telefon shu nariga kuzatmoqchi bo'lgan telefonimiz. Mana bu telefon. Demak, mana programmani hozir ochib olgandan keyin sizlarga tushuntiraman. Bu yerda mana Google akkauntni bosamiz. Bu yerda Google akkauntimni sizlarga ko'rsata olmayman. Shuni yashirib turamiz. Kirib olgandan keyin davom ettiraman videoni hozir. Mana hozir o'sha Google akkauntni bosdim. Mana kiryapti shu programmaga. Mana loading bo'lyapti. Yaxshilab e'tibor berib tursalar tushunib olasizlar. Bo'lmasa tushunmaysizlar. O'tkazmasdan ko'ringlar. Mana bu joyda bu yerda mana ba'zi bir odamlar savol berdi. 1 yillik obunasi $67 ekan. Demak, 10 ta device uchun qo'llaydi $22 ekan. Oylik to'lovi degani $22.9 deyapti. Biz sizlarga hozir men buni sotib olmayman. Vaqtinchalikka ishlatib turgani nima qilsa iloji bor shu narsaga. Hozir buni bossak bizga hozir bu nimani chiqarib yuboradi. Obuna bo'lishda, Visa kartadan ulashdi ko'rsatadi bizga, Shuning uchun biz buni hozir orqaga qaytamiz. Yana akkauntimizga qaytarib, undan chiqib ketib turib, boshqa akkauntdan kiramiz. Boshqa akkauntdan kirsak ham shu holat chiqyapti. Biz shuni bosamizda, mana bu joyda shuni bostirib, add device degan tugmani bosamiz mana bu joyda. Chunki oldin men boshqa bitta qurilmaga bog'laganman. Yana shuni so'rayapti. Mana sizlar bilan shuni noldan tushuntirib berib o'tay. Mana bu joyga kirsangiz, hammasiga pul solsangiz, bu prolar hammasi ishlab ketadi-da. Shunaqa chataq narsada bu narsa mana. Xullas, men boshqa bitta akkaunt ochib, o'sha yerdan kirdim. I will use manage my child's device deyapti. Mana shu holat chiqadi. Shuni bosamiz. Sizlarda shu chiqadi. Mana bu yerda I have read, I agree ni bosaman. Mana agree ni bosgandan keyin shunga kiryapti. Endi mana bu joyda mana skaner qiladigan joyi chiqdi. Shuni ko'pchilik savol berib meni qiynayapti-da. Qanaqa skaner qilaman deyapti. Ikkinchi telefonni olishingiz kerak bu-yerda. Ikkinchi telefonni olasiz. Mana ikkinchi telefon shu. Tepasidan tushirasiz, Keyin mana bu joyda mana ekranlarda ko'rsangiz, qani biz skaner degan joyi. Yaxshi muammoni borligi ham yaxshi mana bunaqa agar. Skaner degan narsa yo'q bo'lsa, demak shuni qanday qilib qo'shishni ham o'rgatib ketaman bular. Mana buni bosamiz. Ustidagi tugma. Hop. Tushsak, mana bu yerda skaner qo'shilmagan ekan. Qo'shib turib, qabul qilinishini bossak, mana bu yerda skaner qo'shilib qolgan bo'lar ekan. Qo'shilmabdi hozir. Skanerni bosdim, qo'shildi. Nimaga bu chiqmayapti mana? Yana boshqatdan harakat qilamiz hozir. Joy ko'pligi uchun chiqqan yo'q ekan, mana qo'shib oldik. Skaner degan narsa chiqdi mana. Mana skaner qiladigan holat chiqdi. Endi shu mana ilovada skaner qilishga ruxsat berasanmi deyapti. Bu bosdim. Mana skaner qilib olaman o'sha kodni. Skaner qilganimdan keyin mana bizga mana bunaqa link beradi buni. Saytga kirishni bossak, mana saytga kirishni bosdim. Telefonda hozir tezligiga bog'liq. Buni ustanobga qilishi, ustanobga qilsa shuni yuklab oladi mana.
Downloading Android Kids Wizard deyapti. Download anyway deyapti. Mana go titni bossak, demak, shu nimani baribir yuklab olishni bosib, nariga kuzatmoqchi bo'lgan telefonimizga ustunovka qilyapmiz. Sizlarda savol tug'iladi, agar shu telefon uzoqda bo'lsa-chi, uzoqda bo'lsa o'sha odamni o'ziga bildirmasdan bu yerda sherik orqali shuni ustunovka qilib olish kerak. Bor gap shu mana. Shuni yuklamalarga kiraman. Mana yuklayapti. Android Ads Android Kids degan narsani. Mana o'sha programmani ustunovka qilib oldik. Shunga kiramiz endi shunga mana. Kirsak, mana bu joyda Google Chrome'da sozlamalarni maxfiyligini saqlashda ruxsat berishini bosib qo'yamiz mana. Bu noma'lum manbalardan deb vahima qilaveradi, bu hech narsa qilmaydi. OK'da bosaman mana 5 sekund sanab turadi, sanaydi bu ham mana. Bunaqa sal qiyinroq. OK'da bosdim. O'rnash boshqatdan bosamiz, o'rnashni bosmabman. Men o'rnashni bossak, ustunovka qiladi keyin shu narsani mana. Ko'ryapsizlar, sizlarga noldan tushuntiryapman. Qozoqchasiga tushuntiryapman hamma narsani. Ochni bosamiz. Endi programmani asosiy qilinadigan ishlariga kelyapmiz. Mana sekin-sekin. Startni bossak, startni bosdim bu telefondan. Loading bo'lyapti. Shuni kutib turamiz ozgina. Ustunovka bo'lyapti. Shu o'ziga kerakli narsalarni yuklab olish kerak-da bu. Bo'lmasa ishlamaydi mana. Shuni yuklab olsin. Xavfsizlikka oid ogohlantirishlarni ham buni bosdik. Shuni bosganimizdan keyin mana o'shani programmani ustunovka qilib oldik. Ochyapmiz. Mana endi bu yerda bundan ham roziman deb bosib, accept bosamiz. Keyin bu yerda aytayaptiki, mana shu narsa deyapti, sizga bog'lanadi deyapti. Mana kod automatik chiqdi bu yerda, chunki biz shu skanerga qilib olganimiz uchun. Mana o'shanga done deb bosib qo'yamiz mana. Demak, bolangizning yoshi degani bu degani. Buni OK deb bosaman mana bu tomondan ham. Endi bu yer joyda bu telefon, mana bu telefon, bu kuzatmoqchi bo'lgan telefonimizda hamma narsaga kirishimiz uchun bu telefondan xavfsizlik sozlamalarga ruxsat berib chiqishimiz kerak. Bu ilova ishlatganda Android Kids uchun audio yozib olish uchun deb ruxsat beramiz. Mana ruxsat berishni yana bitta bosamiz. Ana buni bosamiz mana. OK deb bossak. Shu joyda bir nechta ruxsatlar bor. Hozir men shularni bir boshdan berib chiqaman. Sizlarda sal qiyinlashishi mumkin. Men location track deb bosaman. Bitta bossak, mana bitta yoqib chiqaverasizlar shu narsani hammasini. Juda qiyin bo'ladi-yu yoqish, lekin joylashuv va kirish huquqini ham berasizlar. Hamma narsani berib chiqasizlar shu yerdan mana. Maxsus imkoniyatlar degan nimasini mana bu joyda sifatni bosib qo'ysalar bu yerda ham bo'laveradi mana. Hozir shularni to'g'rilab videoni davom ettiramiz. Mana bu joyda bildirishnomalarni ham ruxsatlarni beryapmiz. OK, yuzaga kirishi mumkin bo'lganlarga o'zim javob beraman deb. Bundan keyin yana davom ettiryapmiz. Mana bitta hammasi boshqa ilovalar ustidan ochirishda ham ruxsat berib qo'yamiz. Keyin mana oxirida aytayaptiki, activate full protection, ya'ni kontaktlaringizga ham kirishda ruxsatini bersin deyapti. Bosdik. Keyin shuni ham bosdik mana. Activate full protection degan bosdik.
Endi bu oxirida mana bitta odamni savoli bor edi-da, hide and continue degani shuni pushta bossak shu programma chupet yo'q bo'ladi, bo'ldi. Bu odam bilmaydi borligini ham. Ana. Sistem notification'larda ham bilinmaydigan bildirishnomalarni ko'rsatish. Yo, o'chirib qo'yamiz buni. Device permission. Mana shuni ham bosib qo'ysak, umuman bilmaydi bu borligini ham. Batareyani ishlashini ham nazoratga olib qo'ysak, mana bu joyda. Hop. Mana bu joyda barcha ruxsatlar degan joyini bosib turib, mana bu joyga shuni kelamizda, mana buni bosamiz, ruxsat berdik. Mana buni bosamiz, ruxsat berdik. Mana buni bosamiz, ruxsat berdik. Mana buni bosamiz, ruxsat berdik mana. Hamma narsaga ruxsatni nima qildik? Berdik ekan. Xo'p, endi mana bu joyda auto start restart degan narsasiga ham bitta bosib qo'ysak, demak bu bu bas mana Open Android Skids bitta bosamiz. Yana boshqa yerda mana. Shularni yoqib chiqish. Mana bu joyda mana belgilab qo'ydim. Tungacha degan joyi ham bor. Xohlasangiz 5 soat kuzatasiz, xohlasangiz 6 soat, xohlasangiz 1 soat, xohlasangiz 2 soat, xohlasangiz 3 soat, xohlasangiz 5 soat kuzatasiz. Oxirida aytyaptiki until midnight tungacha kuzatish degan joyi ham bor mana. Chunki bolalar tunda keladi uyga, o'sha hisobiga. Endi siz tungacha bossangiz ham bo'laveradi, bosmasangiz ham bo'laveradi xullas. Bitovini ko'rsataveradi xullas hamma narsa. Mana do'stlar, o'sha nimasini berdik. Ruxsatini berdik programmadan. Endi bu programmani o'shanga bog'lanish harakatini qilaman. Connection to the device deb bosyapmiz. Mana bosyapti. Mana qorayib qoldi ekran, ko'rdingizmi? Mana oldi kamerasiga bog'landik. Mana oldi kamerasini shunday bursam, bu ham buriladi mana. Bu telefonni buryapman oldida. Ko'rdingizmi? Oldini shunday bursam, bu ham buriladi. Demak, oldi kamerasiga bog'landi, buni ko'rdik-a. Xo'p, endi oldi kamerasiga bog'lanib, tayini ko'rsangiz, ekranda har xil narsalar chiqadi. Bitta bossangiz, u polniy ekranga o'tib qoladi-da bu narsa. Keyin mana bosib turib, mana ovozini eshitaman desangiz ham, ovozini eshitib olaverasiz bemalol. Mana gapirsam, ovoz bu tomonga keladi mana. Ko'rdingizmi? Kamerasiga bog'landik. Bundan chiqamiz endi. Kamerasiga bog'langanimizni ko'rdilarmi? Screen mirroring deyapti. Continue bosaman. Continue bosaman. Ekranni yoqamiz mana buni. Ekran ishlatib turgan bo'lsa, ekran yoqib turibdi. Hozir ekranga bog'lanamiz mana. Bu telefon ulanmoqchi bo'lgan telefonimiz edi. Tushunyapsizlar-a? Hozir bog'lanadi. Demak, shu telefonga mana bog'lanish ko'rsatib berdim. Qanday kamerasiga bog'lanishdi. Hop, screen mirroring degan ko'rsatdik. Zamoda kamerani ko'rsatdik. Shu orqali nima qilish mumkin? Ishlatishimiz mumkin ekan mana. Hammasini ko'rib tushunib olinglar mana. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. Shu orqali biz programmani ustunuka qilib ulanib ko'rishimiz mumkin ekan.